Assalomu alaykum. Mana Zon firmasini obunachilar, xudo xolasa mana Piskent tumaniga burchatkalarimiz yetib keldi. Inshaalloh ishlar jarayoni mana bir tekisda ketyapti. Burchatkalar tushirib oldik. Piskentdagi bog'chamizga. Mana bosilish jarayonlari xudo xolasa. Usta Boburjon mana katta usta. To'g'risi mana suv ketadigan tarnov deydimi, nima deydi, latokchalarimiz stanovkasi bo'ldi, chiroyli bo'lib. To'g'risi ish jarayonlari tekis, yaxshi bir tekisda ketyapti. Ustagamiz mana Yunusxon aka. Yunusxon aka, Yunusxon aka, Zon firmasining obunachilarga bir o'zingizni shirin gaplaringizni gapirib qo'yasizmi? Nima deyman endi ularga? Endi Ish qilyapmiz ish. ishlar yaxshimi axir? Juda yaxshi. To'g'risi mana 3-4 kun ichida ob'yom bitgan holatda taklif qilamiz. Sizlar uchun mana iloji boricha qo'ldan kelgancha harakat qilib kamko'siga videolarga olib bo'lmaysizlar. Video jarayonlari xudo xolasa hammasi qo'ldan kelgancha bo'lyapti. Mana shu Piskent tumanidagi bog'chamiz. To'g'risi mana boshlanish jarayonlari burchatkalar.